Arkadaşlar yaxshimisilar? Bugun deb o'tilgan mazmun function. Buni uyg'urcha qanday tarjima qilish huquqim amal chora deb desanglar bo'ldi. Yoki ma'lum bir usul deb atsanglar bo'ldi. Bu qanday rol bor degan vaqtida bu function nima degan vaqtida biz birmuncha buyruqlarni yozdik. Masalan, ani print qil, mani print qil, my condition'ni de, mani for loop qil, 100 100 ga sonlarni chiqar degandek birmuncha kodlarni yozdik. Shu kodlarning hammasini yig'inchoqlab akab bir yerning ichida saqlasak yoki bo'lmasa buni qoplab xanjutsak, davo qilib ishlasak, shu function bo'ldi. Function ham shu birmuncha buyruqlarni bir ratlik qilib ichiga solib qo'yadigan bir sanduqdek tushunsanlar bo'ldi. Agar funksionni yana qanday tushunsanlar bo'ldi degan vaqtida masalan bir polo aytilgan ustam deb tushunsanlar bo'ldi. Masalan polo aytish uchun masalan funksionni bir polo aytilgan ustam deb tushunaylik. Bu polo aytilgan ustam qanday ish qildi degan vaqtida odatda agar biz oshxona ichib qolsak, polo ustamda bir nakab ishlatamiz. Polo ustamga nima beramiz degan vaqtida masalan guruch, savza degandek narsalar bilan ta'minlaymiz. Qozon qumush degandek narsalarni beramiz. Masalan ben bu yangi yoziqni yozish uqmayman, endi bunday yozib qo'yib turay. Masalan savza, guruch, qozon degandek narsalarni deb turaylik. Birmuncha narsalarni biz mush ustamga beramiz. Endi bu ustam bizga nima berdi degan vaqtida bizga polo berdi. Shu oddiy qilib bersak mushta narsa. Biz ba'zan bir xam materiallarni ustam beramiz, ustam bizga polo qilib chiqarib berdi. Bu ustam nimani berdi deganda 5 ta savzni aqlaydigan, undan keyin guruchni juydigan, polo aytilgan hamma tartiblarni o'zining qo'sqig'iga yig'inchoqlab olgan. Qo'sqida umash bo'ldi-da, bu polo ustam hamma bilimlarni o'z qildi. Bu bilimni mush polo ustam qilib qilib qo'ydik. Sep qo'ydik degan gap. Ankin biz xurishlarni bersak, bu polo ustam bizga bir poloni chiqarib berdi degan gap. Mal misol qilib degan yerimiz var mı? Ana qilib etsaq, biz hozir ko'rayotgan shu public static void main degani o'zi bir function. Musha bir function bo'ladi, lekin misol alaydilar function. Agar o'zimiz bir function qurib qolsak, qanday yozamiz deyaptida, buni bir yodlab olsak bo'ldi. Oldida cho'qim bir buni yasaydigan bir gaplar bor. Masalan, public static degandek. Masalan, public namimiz huquqimiz ochiq degandek gap. Hozircha mana fikrlab ko'rmasak ham bo'ldi. Hozircha mushtaq qilibdi yodlab tursanglar hozircha. Keyincha texnik fikrlab kirganda o'rganasanglar bo'ldi. Hozircha bir funksiyonga nima yozganmiz desak, bir funksiyonga biz bir yasaydigan bir narsa yozganmiz, masalan public static degandek. Static degan narsa bo'ldi-ki, anki yana nima narsa bo'ldi-ki, void deb bir narsa bor-ki, void degani mushniki bir return typesi. Mana nimani mushu function nimani chiqardi degan gap. Masalan polo ustamdagi polo degan gapda bu. Bu nimaning ustami zodi. Bu lag'man yasaydigan ustammi, polo qilgan ustammi? Zodi bu ustam zodi nimani chiqarib berdi deganlar gap. Void degan gap hech narsa chiqarmaydi degan gap endi. Lekin ma bizning nimamizda bir return type hisoblanadi. Bu return type deb yozib turaylik buni. Hisobda shu masalan bu function eng oxirida bizga nima narsa berdi degan gap.
void degeni hech narsa bermaydi. Agar polosdan bo'lsa polo berdi. Agar amaliy misolga olsak, ba'zan functionlar integer berdi bizga. Ba'zan functionlar bir string berdi degandek. Bunaqa return type'ni qo'shayotganmiz. Andan keyin main debdi. Main degan o'zimiz qo'ygan ism, o'zimiz bir ismni qilib qo'yganmiz. Bir shu functionning ismini o'zimiz beramiz. Masalan, bir polo ustamning ismi ustam bo'lsa, ustam deb chaqirganimiz, shu polo ustamning bir ismi deganlar uchun. Bu ismni function ism bergan qanday shaklda yozamiz degan vaqtida camel case, ya'ni agar bu ism bir nechta xatdan tarkib topsa, birinchi xatining birinchi harfi kichik harf, qolgan xatlarningki boshlangan harfi cho'ng harfdan yozildi. Masalan, main deganda faqat birlam xat bor, shunga bu kichik harf yozildi, beshisi. Agar men main function deb bir function qurmoqchi bo'lsam, main deb yozib, function degan gap ikkinchi xat boshlangan vaqtida functionning birinchi harfini men cho'ng yozaman. Bu hamda bir hisobda yumshoq qoida deb tushunsak bo'ldi. Agar buni biz kichik yozib qo'ysakmi, bu buyruqlar, bu kodlar yana normal meniverdi. Lekin cho'ng yozishimizning nima sababi bor degan vaqtida, texim aniq bo'lish uchun, texim tushunishli bo'lish uchun shunday yozamiz degan gap. Bu birsi. Andan keyin bununla nima beramiz deyapti? Bunun xuruşlarını beramiz, görüş beramdiq, savzi beramdiq, qozonlarni beramdiq, qandaq narsa beramiz degandekchi. Miyada bir string arrayni beribdi. String arrayning ismi argusga. Shunga o'xshash bir nimada. Boshda biz nima beramiz? Masalan, yemeklik bermoqchi bo'lsak, yemeklik deb shuningki bir alaydilikni yozib, oqisiga savza deb qo'shib qo'yamiz. Deganga o'xshash bir ishda. Masalan, biz bir son bermoqchi bo'lsak, u son kichik sonlar bor sonmi yoki butun sonmi degandek ayrimizda. Masalan, butun son bo'lib qolsa int deb berib, o'zimiz ismini beramiz. Nom bo'lsa nom deb yozib qo'yamiz. Agar bir necha xurishlarni bermoqchi bo'lsak, agar yana bir string bermoqchi bo'lsam, string deb buning zodi nimaligini boshda bir davitib, andan keyin string name deb ism qo'ygan bo'lsam, name deb yozib, bunda tirnoqni yopib qo'ysak, mana ichiga bu functionga qanday xurishlarni berganimizni ifodalagan bo'lamiz. Shu bu bunday shaklda keldi-da. Amishda shaklda bo'ldi degan gap. Andan keyin tirnoqdan bir nechib, keyin buni ichiga o'zimiz yozmoqchi bo'lgan kodlarni yozib, mushuncha saqlab, keyin ishlatilgan vaqtida bu yozgan kodlarni qaytadan yozib yurmay, mushu function, mushu main functionni udullan berib ishlasam bo'ldi degan gap. Mana shu yozgan vaqtida cho'qim bir return degan narsani yozib, bir narsani return qilishimiz kerak. Nimasi return qilamiz deganda, xuddi polosdan biz mavi savza qozon qilmishlarni bersak, bizga poloni return qilib berganiga o'xshash. Biz bu ma'nosini bergandan keyin bu function bizga bir narsani return qilib berish kerakda. Shunga yana bir return palonchi narsani berdi. Masalan, meniki return keyin bu return qilgan narsa cho'qim men miyada yozgan return type bilan o'xshash bo'lishi kerak. Xuddi men polo ustamni chaqirib, polo ustamga savzi guruchlarni berib, polo ustam lag'mandan birini chiqarib bersa, u vaqtda men ahmoqqandek bir ish bo'lib qoldi. Men polo ustam deb topgandan keyin cho'qim menga polo chiqarib berish kerak. Shunga o'xshash, men ya return type'ga nim deb yozgan bo'lsam, bu eng oxirida menga shu narsani qaytarib berish kerak degan gap. Agar men menga integer deb bergan bo'lsam, cho'qim eng oxirida menga bir sonni qaytarib berish kerak. Masalan, 1 bo'lamdi, 2 bo'lamdi, 23 bo'lamdi. Yoki bo'lmasa, sonni saqlab olgan bir variable bo'lamdi, masalan, i bo'lamdi degandek. O'sha bir narsani men qaytarib berish kerak. Bu bir alaydiligi. Ikkinchi alaydiligi return degan kelgan vaqtida odatda function. Function mushu tirnoqning ichidagi kodlarni ijro qilib, return ijro qilib bo'lgandan keyin oxirlashadi odatda.
Agar men returnni birinchi qurg'a yozib qo'yib, oq ikkinchi qurg'a, uchinchi qurg'a bir muncha narsalarni yozib olsam, agar return qilgan narsam true bir valid narsa bo'lib qolsa, oxirgi ikkinchi, uchinchi qurg'a ijro bo'lmaydi degan gap. So'ng odatda returnni kod tugagan vaqtlarda yoki bo'lmasa ko'pincha ahvolda kodni eng oxiriga yozamiz. Yoki ba'zan bir if statementlar, ba'zan bir conditionlar bo'lib qolsa, conditiondan keyin return ishlatamiz degan gap. Yana birisi bu return qilgan bu qimmatni biz boshqa yerlarda ishlatalaymiz degan gap. Agar men bir integerni return qilib bersa, biz function qilgan bu function return qilgan integerni boshqa yerda qo'llanib ishlatalaymiz degan gap. Mesela polosdan men bir polo chiqarib berdi. Men poloni uyamga propisam bo'ldi, ashxonada turpisam bo'ldi. Shu poloni men ishlatalayman, boshqa odamlar ishlatalaydi, shu bir ishlatalaydi. Shu bu narsani chiqarib bergan ekan. Mushtaq deb tushunsak bo'ldi.